Assalomu alaykum, bizlarning hurmatli YouTube'dagi obunachilar. Sizlarga bugun Muzaffar do'stim bilan tanishtiracakman. Belkim ko'pchiligingiz tanisangiz kerak. Shunda Instagramdan, YouTube'dan o'zini ko'pdan beri mavsumiy ish sohasindagi suhbatlarni olib boryapti. Sababi Qo'shko'pir tumanidan do'stimiz Muzaffar o'zi asli kori hofizchilik bo'lgan qadim zamonda boshlanishi. Lekin hozir yana bir 2-3 yil bo'ldi mavsumiy Angliyada ishlash bo'yicha Pol o'zini blokini yuritib, ham shunda ishlab turibdi. Bu yerdan ishlab ketiladi, o'zi asli Angliyaga ketish uchun hujjatlar kerak. Borgandan keyin sinovlar kutib oladi. Bu yerdan situatsiya hammasi to'g'risidan ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, 1-2 kundan keyin agar sizlarga qiziq bo'lsa, bir 100 dona odam kamida qiziq bizlarga deb yozsa, shu to'g'risida bir 15 minutlik lavha tayyorlaymiz. Hamma savolingizga javob shurda olasizlar. Sizlarga nous qiziq, ishab ketish qiziqmi, nou tillarni bilish qiziqmi, kommentariyada обязательно yozib qoldiringlar. Muzaffar qisqacha bir kazim. Assalomu alaykum. Shu toptoni podpischiklari, Xudo xolasa sizlarga hozir Xushnud kanalining 15 minutlik video rolik tayyorlasak, sizlarning savollaringizga qo'llangancha hammasini noldan shu Buyuk Britaniya borib ishlash, qaytib kelincha hammasini tushuntirishga harakat qilamiz. Sağ olun, selamat olun. Bizden küçük kalmasa videonu, Xudo xolasa 2-3 gün içinde video rolikimiz tayyor bo'ladi. Asa Xudo xolasa kommentariyani bomba etib tashlanglar. Men bilaman ko'pchilik Qozog'istonda, Rossiyada yurganlarni yoki har yerlarga bormaganlar ham iberanda bir novsizlik bor, Angliyaga borish istagi bor. Lekin bu yerdagi ish menimcha Qozog'iston Rossiyada ancha yengil deb eshitdim. Yana bir qator ko'rasizlar, pullarni sal kattaroq ekan. Aman bunlar bizdan kuzatishda davom qilinglar. Videomiz yoqqan bo'lsa bir like bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.